Bahrom aka, shu oxirgi payt juda ko'p eshityapman-da. Orqamizdan juda ko'p g'iybat qilishyapti-da. Ba'zida odamga alam qilib ketar ekan. E'tibor berishni xohlamasdan ham baribir alam qilar ekanda. Shu gapingizga Abdulla Orif bitta she'ri bilan nuqta qo'yamiz. Xo'sh. Deydilar it xurar o'tadi karvon, ranju malomatdan yonmasin joning. Lekin alam qilar ekan bir kuni giryon, itlar orasidan o'tsa karvoning. G'iybatchining mishmishidan ranjimang aslo. Nima bo'lsa asli naslida bo'lgan, onasin qornidan o'zi ham hatto turli mishmishlarla dunyoga kelgan. Mayli g'iybat qilaversin, shu gapga o'zini loyiq ko'rsa, biz yo'limizni davom etamiz. G'iybatga vaqting bor, ibodatga yo'q, ishratga vaqting bor, ziyoratga yo'q.